Bu yerda nima qilyapsan? Nima? Sen bu yerda nima qilyapsan? Men 1 yil dzyudo bilan shug'ullanganman. Men esa 3 soat shug'ullandim. Eng kichigi bo'lganim uchun men birinchi qilaman. Yo'q, ko'rsatuv mezboni menman, men birinchi. Bori. Xato ishladingiz. Qo'llarni xato ushladi, bor kuchini qo'liga tashlamadi. Ko'rdingmi, sen kuchsizsan. Hozir qanday qilishni ko'rsataman. Yana bir marta qilay. Bu ko'rsatuv meniki, shunday ekan mehmonlarning gapi inobatga olinmaydi. Hatto murabbiy bo'lsangiz ham. Odatda teskarisi bo'lishi kerak bo'ladi. Yer sening uying emas, tush bu yoqqa. Bugun uyimga men birinchi bo'lib ketaman, chunki men sizdan zo'rman. Sen menga yana bir marta yaxshilab qara. Ajoyibsiz. Bajardimmi? Sen buni ko'rdingmi? Sen hozirga men nima qilganimni ko'rdingmi? Allaqachon qilib bo'ldingizmi? Nega ko'rsatuvga o'zimga o'xshagan odam olib kelasizlar, ha?